2022-yil maktabimiz yangidan qad rostladi. Hozirgi kunda zamonaviy maktabda ta'lim olyapmiz. Men Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani 40-umumta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi Safarbekova Imona mening maktabim loyihasida elektron doska taklifini kiritdim. Biz endi maktabimizdagi o'quvchilar bilan shu elektron doskani yutib olishga harakat qilamiz va ovoz beramiz. Mening maktabim loyihasi bizning maktabimizdagi o'quvchilar bilan bir yoqadan bosh chiqarishga xizmat qildi. Bu loyihani keyinchalik ham xizmat qilishini xohlaymiz.